Assalomu alaykum, aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim Uyg'ur milliy taomlaridan bo'lgan bitir mantining tayyorlash usuli va asos materiallarini tushuntirib o'tmoqchiman. Un 500 gram, so'q suv, lo'q go'sht 400 gram, tuxum 1 dona, bir bosh piyoz, tuz, oqmurch, zira, qarmoch qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqsak bo'ladi. Biz onda olsa oldi bilan bu xamirni tayyorlab olaylik. Endi xamir tayyorlanib bo'ldi. Orqadan bu go'shtni ushshaq to'g'rab bo'lgandan keyin bu go'shtni qiyma qilamiz. Go'shtmi to'g'rilib bo'ldi. Endi piyozni nefis yaproqchiq to'g'rab ushshaq chanib olaylik. Piyozni yumshatib bo'ldik. Go'shtni ustiga solamiz. Silib orqadan ustiga tuzdan 1,5 bal qo'shiq, zira 1 bal qo'shiq, oqmosh 1,5 bal qo'shiq, qarmoch oz miqdorda. Endi bu piyozga darmakni oldin aralashtirib olaylik. Bu darmak aralashgandan keyin montaj sho'rpliq chiqish uchun biroz suv quyib olaylik. Go'shtni tash aralashtirib, qiyimni tayyorlab olaylik. Qiyim tayyor bo'ldi. Endi bu xamirni kesib xamirni yurish cho'nlig'ida uzib olamiz. Endi biz buni unchachib zo'l qilib olaylik. Xamirni zo'l qilishlik maqsad jiletni tash etish, ya'ni
sep bo'lgandan keyin manta taxminan 10 minut atrofida pishadi. Siz mantni sep bo'lgandan keyin o'tni past qilib qo'ysangiz, manti chirlashib olib, pishmaslik ahvoliga kelib chiqadi. Shuning uchun mantini sep bo'lgandan keyin nihoyatda o'tni ishti qiling. Vaqtmi to'shib qoldi. Bu mantimi pishib qolibdi. Biz bu jimbilni bu 4 tane cho'kida qisib turib olayli. Bu manta biz Uyg'urlarning eng oliy taom bo'lib, hem kuchlik, hem yirik taom hisoblanadi. Yaşanganlar, yoshlar, o'ttir yoshlarga birdek mos keladi.